Hürmetlik vatandaşlar, leksimizi devamlaştırırız. Endeki mavzumun da. Savdo ticaret meselesini Cungo taraf oturup koygan fikirni Amerika rad kıldı. Şoňa Prezident Trump'ның Cungo ziyaretinde özgürüş buluşu mümkün. Mavzula haber 11. ayının 4. günü Dovitor beti ilan kılındı. Haber mındak başlar. 11. ayının 8. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump tünce katım Cungo'nu ziyaret kıldı. Savdo ticaret hamkarlığı bu katım Prezident Trump'ның Cungo ziyaretinin en Europ noktasıdır. Amerika'da Maliye Torbiti CNBC'nin haberiga asaslanganda Prezident Trump bu katım 24 şirketin 40 nefer şirketçini hemrah kılıp Cungo'ga ziyaretke bardı. Bu şirketler Amerika'nın sanaat, yezegiligi, energiya ve pul muamele katarlık zor sahalarını öz içine alır. Lekin Prezident Trump Asiyaga ziyaret kılışı aldı da Amerika Aksaray Cungo oturup koygan Amerika Cungo iktisat soğudu kilişi mi deydiğen bir kilişimni red kıldı. Yani Cungo muşna kilişim imzalaydı diyen boz gerek. Yani hazır Aksaray red kıldı. Hem de Prezident Trump hükümeti içi de Cungo hükümetine tanqis kılgan intayin köp sadala oturmuş. Şonlaşqa bu qatam Prezident Trump Cungo'nu ziyaret qilish safarida iqtisod savdo meselesi de Reis Xi Jinping bilan qattiq elishdi. Prezident Trump vazifaga o'tirishdan ilgari Cungo Amerika savdosidagi qizil raqam farqidan intayin norozi bo'lgan edi. Cungo Amerika savdosida intayin zo'r farq bor edi. Bu tarafni iqtisodning qurilmasi belgilagan. Yani bir tarafdan Amerikaning siyosiy munosabatlik edi. Ma Cungoning mutamligiga qarang, bu shu nuqtani Xitoy o'zi ko'z tutyapti. Buni bir tarafdan iqtisodning qurilmasi belgilagan, ikkinchisi Amerikaning siyosiy munosabatlik edi. Savdo ta'siri farq edi. Çünkü Amerika hükümeti Cungo'ga yuqur texnikalik her bir işte mahsulotlarni eksport qilishni rad qilib, mushu tartib ichida Amerika Cungo savdosida qizil raqam paydo bo'lishni keskinlashtirdi. Xitoyning gapimi? Gördünüzmü? Uşaqlıqni. Demekçi nimde vardı da savdo qizil ta'sir farqining paydo bo'lishi Cungo hükümetinin oyma keçirenler Amerika Qo'shma Shtatlar hükümetinin texnikini Cungo o'tinib berib ko'radi. Men mutamlik tebe Xudoy etdi. Tebe Xudoy. Qizil raqamni keskinlashtirib etdi. Saylam davrida Prezident Trump Cungo adolatsiz savdo qilyapti deb tanqidlagan. 45% baj qo'yaman deb tahdid solgan edi. 45% baj qo'yaman deb tahdid solgan edi. Vazifaga o'ltirgandan keyin bu tahdidni hargiz takrorlamadi. Shuning Çavuşanbasida chiqib qoldi da. Ishni Çavuşandan boshladi da. Biroq takrorlamaslik Prezident Trumpning iqtisod savdo masalasida Cungo'ga besim ishlatishni voz kechganligidan darak bermaydi. Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan keyin Robert Lighthizer Amerikaning savdo vakili qilib tayinladi. Prezident Robert Lighthizer savdo masalasida izchil holda savdo qo'g'danash siyosatini yo'lga qo'yib, Cungo'ga embargo yurgizishni tashabbus qiladi. 2017-9 ayda bir qatimliq notqada Lighthizer Cungo'ni ayblab, Cungo intayin zo'r moslashish tadbiri qo'llanib, iqtisodni taraqqiy qildirib, qo'shimcha yordam pul berib, davlatga yuqori darajali shirkat qurib berib, Amerika shirkatlarini texnika o'tinib berishga majburlab, Cungoning bozorini va xalqaro bozorni burmilab etdi. Dünya savdo sistemasiga misli ko'rilmagan darajada tahdid paydo qildi. Diqqat! Mana savdo qizil raqam paydo bo'lishda Amerika tarafning maydoni nima deydi? Diqqat qiling. Cungo ayblab deydi. Cungo intayin zo'r moslashish tadbiri qo'llanib, iqtisodni taraqqiy qildirib, endi xalqaro ishlarga moslashib, iqtisodni taraqqiy qildirib, qo'shimcha yordam puli berib, demak sen qancha eksport qilsang, men shunchalik yordam beraman deb ishlab chiqarish organlariga, zavodlarga, shirkatlarga qo'shimcha yordam puli berib,
Devletki yukarı dereceli şirket kurup verip, devlet ilgiligideki şirket, o şirket, bu şirket degende. Amerika şirketlerini texniki ötünüp bir işki mecburlap. Nokta manama yedi asasını. Cungo'nun bazarını ve halkara bazarını burmulu etti. Dünya savdo sistemasiga misli ko'rilmagan darajada tahdid paydo qildi deb ko'rsatdi. Biz arliq tilda so'z deganda vatandoshlar esanlarda bormi, sev banmon nim degan edi. Dal shundaq yo'llardan foydalanib Jungo yaqinqi 10 yil ichida 5 trillion dollar pul g'animat oldi yoki yanchiqiga soldi deb ko'rsatgan. Savdo ministri Lightizerning rahbarligida savdo qonunining 301 maddasiga asoslanib, aqliy mulk huquqi bo'yicha Jungoni tekshirishga boshladi. Jungo tamoyilchisining bu yil 8-oydagi statistika asoslanganda Jungoning Amerikaga paydo qilib bergan qizil raqami 262 milliard 300 million dollarga yetib, hozir bundan ko'p ekan gaplar chiqyapti, lekin aniq sonni aytmayotibdi. O'xshash mezgilga selishtirganda 4-2% o'rlab ketdi. 2015-yilga selishtirganda yuqori rekord yaratdi. Qizil raqam masalasi Prezident Trumpning oldida zo'r masalaga aylanib, bu qatam Jungo ziyoratida savdo qizil raqami masalasi Jungo Amerika iqtisod savdo suhbatida muhim nuqta bo'ldi. Navbat e'lon qilingan xabarga asoslanganda, Aqsaray go'yo allaqachon Jungo siyosatini belgilab bo'ldi yoki tayyorlab bo'ldi. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilish mezgilida Jungo tarafga savdo kelishimi planini o'tirg'a qo'ydi. Buning davomi sifatida Jungo Amerika o'rtasida iqtisod sohasida yangi elishish boshlanadi.